Mana hozir Jizzax shahridamiz. Hozirgina selektivniy denervatsiya, ya'ni tez bo'shanishni operativ davosini hozirgina tugatdik. Tez bo'shanishni o'z bo'yicha o'zi tug'ma va orttirilgan turlari bo'ladi. Tug'mani ikki xil turi bor. Birinchisi jinsovatga keladigan niyatlarni sezuvchanligini, istishkim yuqoriligi bilan, bu o'sha tug'ma bo'ladi. Ikkinchisi bosh miyada serotonin almashinuv buzilishi bilan bog'liq. Xo'p, orttirilganlarni esa ko'pincha uylangan vaqtda sirasi bo'lmaydi, o'sha oilasidan yashab turib, qanchadir yillardan keyin o'sha tez bo'shanish paydo bo'ladi. Tug'mada esa uylangandan beri o'sha tez bo'shanish bir umr davom etib keladi. Orttirilganning birinchi sababi bu shamollash kasalliklari bo'lishi mumkin, o'sha erkaklik jins a'zolarini shamollash kasalliklari bo'lishi mumkin. Keyin hayot tarzi bilan, ya'ni qanday uxlayapti, qanaqa nima yeb ichyapti, kunlik harakat qanaqa, stress qanaqa, eng ayniqsa stress qattiq ta'sir qiladi. Uyqusi yaxshimi, yo'qmi? O'sha faktorlar katta rol o'ynaydi. Tez bo'shanishda sirasi operatsiya qilish kerak ham yo'q. Birinchi navbatda albatta harakat qilish kerak. Medikamentoz yo'l bilan hamda hayot tarzini, boy stresslarni to'g'rilash bilan davolashga harakat qilish kerak. Agar hech qaysi yordam bermasa, birinchi navbatda, конечно, tez bo'shanishning asosiy sababini, o'sha har bir kasallikning o'zini sababini topish kerak bo'ladi.